Do'stlar, assalomu alaykum hammaga. Xayrli kun. Salomatmisizlar? Har doimgidek aytib o'taman, videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib qo'yinglar. Men xursand bo'laman. Qolaversa, video oxirida o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Menga juda ko'p savollar kelyapti. Dayrigimga har xil yaqinlar, akalar, xullas meni kuzatuvchilar, podpischiklarim har xil savollar yo'llashyapti. Qaysi viloyatdansiz? Nima ish qilasiz? Nechinchi yilsiz? degan savollar bo'lyapti. Men hammasiga bitta qilib javob bermoqchiman. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasida tug'ilganman. O'zim to'ylarda boshlovchilik qilaman. To'y xizmatlari bo'lsa bemalol bajonidil murojaat qilaverasizlar. Imkon darajasida chiroyli qilib xizmat qilishga harakat qilaman do'stlar. Qolaversa, siz ham Toshkentga borib, Toshkentdagi blogerlarga o'xshab vayn oling. Boshqacha bo'ladi degan savollar bo'lyapti. Bunaqalarga ham bitta javob beraman. Men tabiiy hayotda yashab o'rganganman do'stlar. Men Toshkentga borib olib, hali yo'q narsamni bor qilib ko'rsatishni xohlamayman. Bir xil blogerlar bor-ku, katta restoranlarga kirib, oldiga bir kofelarni qo'yib, chiroyli qilib, oldin nakravat qilib olib, yeb o'tirib video qilishadi-yu. Men unaqani xohlamayman. Chunki u soxtalik-da u. Menga tabiiylik yaxshi, tabiiylik yoqadi. Shuning uchun men o'zimni qishlog'imda, o'zim rayonimda chiroyli mazza qilib ota-onam bilan hayot kechirishni yaxshi ko'raman do'stlar. Yana savollar bo'lyapti. Oxirgi qo'ygan postingizni davomi bormi degan savollarni juda ko'p yo'llashyapti. Davomi bor do'stlar. Hammasini joylayman, qo'yaman. Faqat sizlardan aktiv meni poddeshka qilib, layklarni bosib, bang'illatib yorib bersalaring bo'ldi. Bizga tabiiylik yarashadi, soxtalik yarashmaydi. Biz qishloqda, toza havoda mazza qilib yashab katta bo'lgan bolalarmiz. E'tibor qilganlaring uchun, menga dalda bo'lganlaring uchun hammalaringga katta rahmat aytaman. Kuzatishda davom etinglar do'stlar. Hali Xudo xolasa chiroyli videolar oldinda zo'r kontentlarni sizlarga yetkazib beraman. Xizmatlar bo'lsa biz tayyormiz. Bajonidil murojaat qilaverasizlar. Siz qaysi viloyatdansiz? O'sha viloyatni ham kommentariyaga yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Andijon, Farg'ona, Vodiy, xullas olg'a yorib beramiz. Poddeshka uchun rahmat. Vodiyliklar baribir yorib tashlaydilar bo'chasiga. Sog' bo'linglar. Kunlaring chiroyli o'tsin do'stlar.